Amerikada trakchilar oyiga o'rtacha qancha sof daromad qiladi? Keling birgalikda hisoblab ko'ramiz. Bir oy ichida 3 hafta ishlab, 1 hafta dam oldim va taxminan 1 oy ichida $10,000 daromad qildim. Uyning arendasiga $2,500, kommunalkalarga $200, o'sha $2,700 rasxod qildim. Trakimni oylik to'loviga $2,500, sug'urtasiga esa $300 to'ladim. Trakimni moyni almashtirish va boshqa mayda-chuyda rasxodlarga $500. Oilamning 1 oylik ro'zg'origa va yo'lda sotib olgan oziq-ovqatlarga taxminan $1000. Telefon, aloqa, Wi-Fi va yengil mashinalarning benzinlari uchun taxminan $500. Uydagi yengil mashinalarni 1 oylik sug'urtasi uchun, ikkitasi uchun taxminan $400. Bolalarning to'garaklari va ba'zi mayda-chuyda kamchiliklari uchun $400. Ba'zi kutilmagan xarajatlarni hisobga olmagan holda taxminan 1 oyga sof $1,800 pul qoldi. Va bu hammani yashash tarzidan, oilaviy sharoitdan kelib chiqib biroz ko'proq yoki biroz ozroq bo'lishi mumkin.